Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Nozanina. Bugun sizlar bilan yana bir qiziq intervyu jarayonlarini tomosha qilamiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Assalomu alaykum. Sizlarni 1 minutga bezovta qilamiz. Sizlarga savolim bor. 1 va 3 dekabr qanaqa kun deb o'ylaysiz? 1 dekabr qanaqa nima edi? O'tishga qarshi kun, 3 dekabr nogironlar kuni. Endi sizga savolim 8 va 10 dekabr qanaqa kunlar? 8 dekabr Konstitutsiyamiz qabul qilingan kun. 10 dekabrchi? Gerbimiz qabul qilingan kun. Javoblar uchun rahmat. Lekin gerbimiz emas, juda adashdinglar, madhiyamiz edi. Rahmat javob uchun. Assalomu alaykum. Sizni 1 minutga bezovta qilamiz. 1 va 3 dekabr qanday kun deb o'ylaysiz? Nechun qizlarim. 8 dekabrchi? Haligi g'alabalar kuni. Assalomu alaykum. To'xting. Sizni bezovta qilaman 1 minutga. 1 va 3 dekabr qanday kun? Shu dekabrda. Dekabr bayram qanaqadir. Qanaqadir bayram. Bo'pti, mayli, keling sizga ikkinchi savolimga o'taman. 8 va 10 dekabr qanaqa kunlar? 8 dekabrni xotirlaylik. Maktablarda o'tiladi. Nishonlanib kelinadi. Bayram. Qanaqa bayram? Qiynaldingiz, o'zim ayta qolay. 1 dekabr o'tishga qarshi kurashish kuni. 2 va 3 dekabrimiz nogironlar kuni. 8 dekabr Konstitutsiyamiz qabul qilingan kun va 10 dekabr madhiyamiz qabul qilingan kun. Rahmat javob uchun. Yaxshimisiz? Hozir sizni bezovta qilamiz. 1 va 3 dekabr qanday kun deb o'ylaysiz? Uchinchi dekabr Xalqaro nogironlar kuni. To'g'ri. 1 dekabr bilmayman. 1 dekabr esa o'tishga qarshi kurashish kuni. Keyingi savolim 8 va 10 dekabr qanday kunlar? 8 dekabr Xalqaro Konstitutsiyamiz qabul qilingan kun. 10 dekabr gimnimizmi yoki To'g'ri, gimnimiz, madhiyamizni qabul qilingan kuni. Sog' salomat bo'ling. Javoblar uchun rahmat. qayta ko'rsam bo'ladi? Videomizni to'liq qismini Telegram kanalimiz Asaka DCT kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Hozir ish jarayonlaridan ham so'rab ko'ramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Hormang. Savolim bor, maylimi? 1 va 3 dekabr qanday kun deb o'ylaysiz? 1-kun 1 dekabr. esimda yo'q to'g'risi. 3 dekabr. 3 dekabr esimda. 1 dekabr madhiyamiz qabul qilingan kun bilaman. Biroz o'ylab ko'ring, yaqinlashyapsiz. 8 va 10 dekabr kunlari. 8-kuni Konstitutsiyamiz qabul qilingan kun. 10 dekabr madhiyamiz qabul qilingan. To'g'ri. 1 dekabrga javob olmoqchi. Topolmadim birinchisiga. O'tishga qarshi kurashish kuni. Ha, 3 dekabr esa Xalqaro nogironlar kuni. Rahmat, bilov. Rahmat javob uchun. Assalomu alaykum. Sizlarni bezovta qilaman, maylimi? 1 minutga. Da. 1 va 3 dekabr qanday kun? 1 opa. 8 va 10 dekabrchi? 10 dekabr kuni da Sizdan shuni kutaylik. 8 va 10. madhiya kuni bilan. Nima bu? Muncha молодецmi? Madhiya kuni. Rahmat javob uchun sog'. Assalomu alaykum. Hozir sizni bezovta qilaman. Savolim bor, maylimi? Mayli. 1 va 3 dekabr qanday kun? 1 va 1 dekabr 1 dekabr qanday kun deb o'ylaysiz? qishni 1-kuni. To'g'ri, bu javobingiz ham. Keyingi savolimga o'taman. 8 va 10 dekabr qanday kunlar? 8 dekabr Konstitutsiya kuni. 10 dekabr 10 dekabr bo'lmasa. 10 dekabr ramzlarimiz, faxrimiz, g'ururimiz. Madhiyamizni qabul qilingan kuni. 1 dekabr o'tishga qarshi kurashish kuni. 3 dekabr esa nogironlar kuni. Rahmat javoblar uchun. Assalomu alaykum. Sizni bezovta qilamiz 1 minutga, maylimi? 1 va 3 dekabr qanday kunlar?
8 va 10 dekabr kunlarichi? Konstitutsiya qabul qilingan. Balandroq ayta olasizmi? 8-kuni Konstitutsiya qabul qilingan kun. 10 dekabr esa madhiyamiz qabul qilingan kun. Rahmat javob uchun. Assalomu alaykum. Sizni bezovta qilaman 1 minutga. Mayli. 1 va 3 dekabr qanday kun deb o'ylaysiz? 8 dekabrni bilaman o'qituvchi bo'lganim uchun. 10 dekabrchi? Не знаю. 10 dekabr madhiyamiz qabul qilingan. madhiyamiz. 1 va 3 dekabr kunlari OITSga qarshi kurashish va nogironlar kuni. Rahmat javob uchun. Esimdan chiqarib qo'yibman. Mayli, hech qisi yo'q bo'lib turadi. Assalomu alaykum. Sizni bezovta qilaman, maylimi? 1 va 3 dekabr kunlari qanday kun? 8 va 10 dekabr kunlarichi? Bilmaysizmi? 1 dekabr OITSga qarshi kurashish kuni. 3 dekabr esa nogironlar kuni. 8 davlatimiz konstitutsiyamizni qabul qilingan kuni. 10 dekabr esa madhiyamizni qabul qilingan kuni. Rahmat. Bilib oldingizmi? Foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizni bezovta qilamiz, maylimi? 1 minutga. 1 va 3 dekabr qanday kunlar? Bilmadim. 8 va 10 dekabr kunlarichi? Konstitutsiya kuni. 10 dekabr esa madhiyamiz qabul qilingan kun. Javoblar uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Sizni bezovta qilaman 1 minutga, maylimi? Hop. 1 va 3 dekabr qanday kunlar? 1 va 3 dekabrlar? Javob yo'q. 8 va 10 dekabr kunlarichi? Konstitutsiya kuni bo'lishi kerak. 10 dekabr Yo'q. madhiyamiz qabul qilingan kun. 1 dekabr OITSga qarshi kurashish kuni, 3-si esa nogironlar kuni sifatida kelinadi. Rahmat. Rahmat. Jajji ishtirokchilarimizdan ham so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum qizlar. To'xting. 1 va 3 dekabr qanday kun? Yaxshi. 8 va 10 dekabr kunlarichi? Bilasizmi? Yo'q. Konstitutsiyamiz va madhiyamiz qabul qilingan kunlar. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Uzr, sizni bezovta qilamiz 1 minutga. Savolim bor. 1 va 3 dekabr qanday kun? 1 va 3 dekabr esimga kelyapti, lekin ayta olmayapman. 8 va 10 dekabr kunlarichi? 8 konstitutsiya, To'g'ri. to'g'rimi? 10 dekabr 10 dekabr. To'g'risi bilmayman. madhiyamiz qabul qilingan bo'ldi. kun. Ha, mahliyo. 1 dekabr OITSga qarshi kurashish kuni, Kurash. 3 dekabr nogironlar kuni. Uzr, mayli. Rahmat, sog' salomat bo'ling javob. 1 va 3 dekabr qanday kun? Zo'r kun opa. Qanaqa kun? 8 dekabrni bilaman opa. 8 va 10 dekabr ayting. Konstitutsiya. 10 dekabr Konstitutsiyani 2 kun o'tgan kun opa. madhiyamiz qabul qilingan kun. Bilardim shuni opa. Mayli. Keyin soat. 1 dekabr OITSga qarshi kurashish kuni. Kimga qarshi? OITSga qarshi. Xo'p, kasallangan-a, xo'p. 3 dekabr esa nogironlar kuni. Voy, bilmasdim opa. Bitta savolga to'g'ri javob berdingiz. Bironisi berasizmi? Hozircha kichkina loyihamiz. Hop. Keyingi loyihalarimizda sovg'alar bilan yuramiz. Hop, qapga chiqaman opa. Televideniyaga emas, albatta. Telegram kanalimiz, Asaka Jisitda Telegram kanalimizda. Va men obuna bo'lganman, 100 dollar berasizlarmi opa? Opa, rostdan obuna bo'lganman saka. Ko'rsata olasizmi? Zarardim yo'q. Mayli, keyingi safar. Mayli, keyin. Rahmat, javob uchun. Beringlar opa. Obuna bo'la olasizmi Telegram kanalimizga? Albatta. Keling, men sizga aytaman hozir shuni. Telegram kanalimiz Nomi nima? Asaka kichkina harf bilan, katta harflarda JST. Nima? Katta harflarda JST. Shumi? Da shu. Rahmat, obuna bo'lganingiz uchun. Mayli opa, charchadim. Sog' salomat bo'ling.